Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar. Mana guruhdagilar. Mana bitta Jahongir akamiz O'zbekiston tumani Yaypan shahridan bitta nabor zakaz qildi. O'ta kachistvolarni ham chiroyli qilib, mana ismlarini ham yozib berdi so'mkachasini. Bu katta boltasi 2,5 kiloli boltasi. Mana rasmlarni tushirib, orqa tomonga mana ismlarini ham yozib berdi chiroyli qilib. Mana pichoqlarning har bittasiga ismlarini yozib, go'zal holatda qilib berdi. Chopqilariga ham ismlarini yozib tushirib berdik. Yaqin tanishimning tug'ilgan kuni ekan, tug'ilgan kuniga mana sovg'a qilib, videolarda hammasini ism familiyalarini yozdirib chiqdi. Go'zal holatda qilib berdik mana. Anonsini alohida metkilab qo'ydik. Bunda qo'y, tovuq, boshqa narsalar so'ygani bo'laveradi. Qayrag'i xudo xolasa. Pichoqlar hisoblarini bir xil qilib moslab berdik. Tig'larni, hisoblari, rossiyskiy yog'och, kalla gulontlari, babitdan xudo xolasa. Kachistvolar o'ta chiroyli holatda. Sizlarga keshish obzorlarini qilib beramiz. Bismillah. Keshishlarni ko'rsatib beramiz. Nihoyatda o'tkir. Hammasi mana hatto bu kishina pichoqlari ham keskin. Bittasi keshish obzorlarini qilib beramiz. Mana naqshlar shu. Ko'rasizlar. O'tkir pichoqlar bular. Ishlasizlar ham, sovuqsizlar ham bo'laveradi. Mana sizlarga paykalashganlardan kesib ko'rsatib beramiz. Bismillah. Kallar olgan pichoq. Bismillah. Nihoyatda o'tkir. Yana boltamizni temir urib sinab beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Temir urib. Ko'rayotgan bo'lsanglar, nihoyatda qilib tashlayapman. Boltamizni hech narsa qilgani yo'q. Bemalol katta suvoylar ham urasizlar. Hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Ko'rasizlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.